Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdir. Mustaqni ishga tushirib kelganimizga xudo xolasa 2 oydan oshdi. 2 oy davomida bizga bir ozgina nimalar tushdi, zaryadkalar tushdi, pena nasatkalar to'g'risida. Hozir bu haqda batafsil gapirib beramiz. Menimcha to'g'ri tushunasizlar. Assalomu alaykum. Ustolar ishsiz, yaxshimisiz? Zamosag'ina. Farmon ishlar bilan. Barım. Ay Allah razı olsun. Bir kichkina savolim bor edi. İşim ustama geldik. Ustaga borib kelishib nasatchalarimizda o'zi 4-5 tane almashlab turibmiz. Buni sababi nima uchun shunday bo'lib turibdi? Bu bo'lmasa men o'zim lishni Turkiyada Nemitski olib keldik. Boshqa yerlarda olmaydi. Eminni Mustangda ish narsada muammo bo'lib turibdi. Shu haqida bir batafsil so'zlab bera olasizmi? Elimden gelince tushuntirish harakat etaman. Allah razı olsun. Bu bize o'zimizni oqlash yoki bu narsa yaxshi, boshqasi yomon, boshqa narsa yaxshi, bu narsa yomon degan maqsadda emas. Sabab bera kelishimizdan inashi muammoni hal etish deb o'ylayman. Buni nasatchani otilishina birinchi sabab. Bu nasatcha otilishina birinchi sabab. Penadan bo'ladi. Ina shu penalarimiz cho'kindi hosil tutdi. Bu cho'kindi degani suyuqlik emasdan bu cho'kindi degani. Ina bu cho'kindi hosil etadi. Bu cho'kindi keladidan buni zötib ishga tushiradilar bu penani yasab. Mana boshqa yasab ishga tushiradilar. To'g'ri. Kelib qanchadir muddatdan keyin 3 kun, 5 kun, 1 oy uni bilmayman, to'shni chiqarib o'lmadim hali, uni ham chiqarib aytib beraman. İşte ajratsan ishida tabletcha degan narsasi bo'ladi buni. To'g'ri. Shu tabletcha degan narsaga bu cho'kindilar keladidan bu tabletchaning gözünü diqqadi. Gözünü diqqandan keyin bu yaxshi sap o'lmaydi. İçandan keyin 150, 180, 160 qo'yadilar bu barini. Shu narsa keladidan ishida bosim paydo bo'ladi, Chunki tabletcha diqildi chiqish kam, bundan gelish ko'p, bosim ko'p. Atadi bu majbur ravishda. Majbur atadi. Bu o'zi ixtiyor bilan atgan narsa emas, bu majburan atadi. Shu qilgandan keyin savol berishlari mumkin. Bu atdi orqi yana bir nasatcha bor qarasi, u atmadi deyishlari mumkin. U qara nasatchaning ichi bronza. Bronza metaldan keyingi turadi. Jism qattiqligi bo'yicha. Metaldan keyingi turadi, o narsa bronza bo'ladi. Bronza bardosh ber o'ladi. Lekin bronza ishlangan nasatchalar bu nasatchaning chiroyli pena ko'pik sap olmaydi. To'g'ri. Atmasligi mumkin, lekin chiroyli sap olmaydi. Suyuq sapadi. Ya'ni bu fanda isbotlangan. Fanda men o'zimni tajribamdan shuni isbotladim. Allah razı olsun. İşi narsani atishina sabab shu, boshqa sabab yo'q. E'tiboringiz uchun katta rahmat do'stlar. Bolalarınıza baş olun. Lekin bu penani ishlatmanglar deb men tavsiya etmayman, ishlataversizlar. Buni atmaslik uchun buni uchundagi tabletchani 3 kunda, 4 kunda almashab turish kerak. Yoki shampunni filtrasida yaxshilab o'tkazish kerak. Yoki shampunni yaxshilab filtrlab ishlatish kerak. Bo'ldi, tushunarli. Allah razı olsun, rahmat. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Mana professional ustamiz tomonidan tavsiya etilgan mana shu pena nasatchalar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldingizlar, ya'ni sirlarni o'rganib oldingizlar. Har bir narsani ham adolatli ravishda nimasini topish kerak. To'g'ri, zavodskiy deb bo'ladi, yo'q demaymiz. Boshqa narsa bo'ladi, yo'q demaymiz. Endi ishlatishni ham har bir narsaning qonun qoidalariga rioya qilish kerak. Ya'ni qonun qoidalarini ham ko'rish kerak. Ya'ni bo'ldi bu shampun deb ishlataverib, nasatchani qo'yib qo'ya, nasatchangiz yaxshi emas ekan, falon narsangiz yaxshi ekan degan xulosaga srazu kelmaslik kerak. Men o'ylayman, mana shunga o'xshagan muhim ishladi deganlar sizlarga ham taalluqli gap. Ko'rib mana shu joylarga e'tibor qilasizlar degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kichkina video rolikimiz tamom. Keyingi uchrashguncha xudo xolasa, keyingi roliklarda uchrashguncha davomlari bo'ladi xudo xolasa.